Legenda man ishqibozlari uchun mana haqiqiy nemis brendi 2011-yilda ishlab chiqarilgan mantigiz topib qo'ydim. Hozir ma'lumotlarni beramiz. To'liqroq ma'lumotni pastki raqamlardan olishingiz mumkin. Qo'yib. Mana bir 2 metr 3 metr qotsam mana ko'ringlar. Ovozi pasayadi, sirazi. Qadrdonlar, endi buni chang turpoqligiga ahamiyat bermaymiz, chunki aytib o'tgandek ishlab turgan joyiga kelganmiz. Realni ishlab turgan texnika. Lekin chexol, obshipkalarini, polilarni juda ham go'zal qilib qo'yishibdi. Mana texnikalarning tarkibasini ko'rib 2011 da chiqqaniga to'g'risi ishonish qiyin. Haqiqatda brend, kuchli brend. Man haydab yurgan akalarimiz bo'lsa, izohlarda fikrlar qoldirib olasizlar. Demak, qadrdonlar, Mantiges 360 imiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan 400 ming probeg ekan. Buni o'zlaringiz yana bir qator tekshirasizlar. Ukam buni kabinalari DTP bo'lganmi, qanaqa? Toza aka. Kabinasi toza. Ishlab turgan texnika mana Metso yuklagan joyida, mana yo'lda bo'yida ushlab oldik. Ukam bilan telefonlashib turdik. Aka qo'yamiz e'longa. Mana tepasida Metso bilan turibdi. Kabinalar toza holatda. Bunga 10 ta balon qo'ydim dedingiz-a? Ha, 10 ta balon qo'yildi aka. Qancha yurdi 10 ta balon bilan hozir? Hali men yurgan yo'q. 100% holatda turibdi ekan-da. 100%, ha. Sostenasi lekin yaxshi. Bu plus tomonlari menda shu base kamer bo'ladi. Hani yozda jazirama kunlarda ham qizimaydi. Shunisi zo'r. Agar o'zini normasini yuklab yursangiz, mana 10 ta yangi balon taqilgan. 315 ga 80. Mana orqa bortlari shishkalari bor ekan. Endi bular 2011 endi bu tabiiy hol akalar. Ishlagan texnika, lekin to'g'risini aytaman, bu texnikalarni ishlatib, agar mehr berib yurilsa, bitta inson umri yetmasa kerak bu texnikalar tugatib yuborgani. Motor korobkalari qanaqa? Motor korobkalari zo'r. Ochilganmi? Ha, motorni qildilar. Motorni qilib qo'ydik. Korobkasida ishi yo'q. Metsoyda suvi ham oqib turibdi. Mana shunchadan beri men bilan shug'ullanasiz, treshina tushgan ko'rganmisiz mana shu Mantigeslar Mosiga? Yo'q. Tushunmagansiz, tushmaydi umuman. Men doim videolarimda aytaman-da, Mantigesga umuman treshina tushmaydi. 10-mashinam man. Hali birontasini ko'rganim. Ularning Mos hadovoylar juda baquvvat. Buni nimasini ham qildimmi deysiz? Hadovoylar qismi noldan hamma joyi bo'lgan. Kalotka, risol padushka, tiyaga hamma joyi qilingan. Ikkita yangi akkumulyator qo'yib qo'yibdi 190 talikdan. Motorni qilib qo'yishdi. Injektorlari-chi? Injektorlari yangi qo'yilgan, pachka. Pachka qo'yilgan. O'sha nimadan qo'ydingizmi axir? Nemetskidan? Ha. Zavodidan o'zini. Hujjatlari joyida, o'zingiz nomingizdan, uni hujjatidan bo'ladi. Generalni yoqib beramizmi? Beraveramiz. Generalni yoqib beraveramiz. Tayyor ishlab turgan texnika shunday rolga o'tirib hozir ham xohlasalar minib ketishlaring mumkin agar ko'rish qolsalaring mabodo. Ishlab turgan texnika narxini 41 ming dollar so'rashyapti. Variantlarni ham qilamizmi yo faqat naqd pulgami? Naqd pulga. Naqd pulga. Misol 5-10 ming bir ikki oy yetmay qolsa-chi, masalan, endi uchrayapti sizga. 5-10 mingni, ha? 5-10 mingni mana sizlar uchun unutib qo'ydim. Xudo xolasa kesalaring, lekin naqd pul bilan kesalaring o'tib beradigan joyi bor. Bu texnikamiz Andijon viloyati Marhamat tumanida turibdi. Pastga egalar nomerini qoldirib qo'yamiz, xotirjam aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa har xil turdagi texnikalardan birinchi bo'lib xabardor bo'lasizlar. Like bosam esdan chiqmasin do'stlar. Sog' bo'linglar, yaxshi kunda ko'rishaylik.